Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ko'nglingiz? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugun shu tezlam mau Teledokdan azroq so'zlab beray dedim. Teledok hammalar balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Yaqinda reklam chiqib ketdi. Eng yuqori vaqtida $300 chiqqan. Men shundaq maqtagan, sizlarga tunishtirgan. Keyin tushib $200 tushgan vaqtida men shu maslahat ko'rsatgan Ethereumdagi hisobatimda olgandim. Olgan vaqtimda yana tushdi. U chog'da olgan vaqtimda yana xato qilib qolgan. $1000 olmadi, $5000 bo'lib ketgan, az-azdan olmadi. Tushib $170 tushgan vaqtida yana oldim. Keyinda shu ashada bir mezgil layldi. Andan keyin oldin qatdi xulosa chiqdi. Xulosasi shunday yaxshi chiqdi, lekin shu masalan mau revenuesi shunday yaxshi chiqdi. Butun yillik emas, fasllik tafovati shunday yaxshi, lekin EPS deymiz, earnings per share, har bir shu paychekniki tafovati tushib ketdi. Unaga yetamabdi. Demak, ularniki chiqimi jiq bo'lib ketgan. Mau tafovati qaragan chaqda. Shuning bilan bu nima uchun degan chaqda men yaxshi qarab baxtim. Masalan, bular bultur 12 oyda yana bir shirkat bilan birlashgan. Demak, bular xiljiq pul xajlab bu shirkatni setib olgan. O shirkatning ismi bo'lsa Livango. Livango mi yana bir tibobat shirkati. Amaliyotda o'zimi shunday yaxshi shirkat, kelgusi va mahsulotlarim yaxshi taraqqiy qilayotgan shirkat. Ham Teledokmi mushtarak yaxshi shirkat bilan birlashsa, kelgusi texim yaxshi bo'ldi. Lekin nima uchun tushib ketdi degan chog'da bular o'ziniki, masalan, Teledok o'ziniki xiljiq topgan tafovatini mushu topgan tafovatning jiq pulini mush Livangoni setib olgan xajlagan. Ham jiq mush mablag' soqchilar sal norozi bo'lgan, chunki bahosida sal qimmat olgan bo'lishi mumkin deb. Anan keyin yana birsi Livango o'ziniki mahsulotlarini texim Teledok qarag'an chog'da teximi yangi ham teximi bakrak taraqqiy qilayotgan shirkat bo'lg'achqa, ularniki tafovati unchalar yaxshi chiqmagan. Hem ikki shirkat birlashganki, hozir ularnikiga qarash kerak. Shuning bilan yana bakrak tushdi. Anan keyin yana bu Livangoning o'zining paychiki bor. Ikki shirkatning paychiki birlashgandan keyin bu Livangoning paychikining bahosi beklam tuvan bo'lganligi uchun anan keyin Teledokniki bahosi biroqlam tushib ketgan. O'tirliqda yana qaysi bir kuni 10% tushdi. Shu chog'da hamma odam sal cho'chib qolib, chunki bu bundoq tushishi balkim necha oy yo 1-2 yilgacha qaytib kelmasligi mumkin. Shuningga jiqadam paychaklarni setayotgan bo'lishi mumkin. U texmo paychakni bakrak tushiryapti. Andan keyin yana shu banklarniki analizchilari, yana hedge fund, misol cho'ng kapital shirkatlarniki analizchilari bu Teledokka bo'lgan bahoni tuvanga tushiryotgan. Sal tuvanroq tushiryotgan. Hozirgidek $150 bahosiga tushiryotmagan. Shu $200 atrofiga tushagan. Lekin yana demak yanada tushadi degan gap. Odatda masalan chiqargan bo'lsa, yo bo'lmasa hold deb tutib tur degan bo'lsa-mu, shundaq yaxshi yanada yaxshi xabarlar kirdi. Lekin hozir ba'zan shirkat, ba'zan banklarning analizchilari setivatga tushiryotgan. Shu narsalarning hammasi birlashib bu Teledokning bahosini hozir eng yuqori bahosidan 50% tushiryapti. Buniki o'ziniki mahsuloti kelgusi bormi degan chog'da menimcha bor. Mening o'zimning ko'z qarashim, ham sizlarni analiz qilib baxsanglar bo'ldi. Agar sizlar Amerikada yo boshqa yerlarda Teledokniki o'sha mulozimatni ishlatgan bo'lsanglar, bu qanday deymiz degan chog'da sticky business model deymiz. Sticky business model degani bularniki mahsulotini ishlatgan odamlar osonlikcha chikdanmaydi degandek-ku. Masalan, iPhone shunga o'xshaydigan ba'zan sticky business model degandek mushtaq shirkatlar bor. Bunaga kunib olganlar osonlikcha chikatkisi kelmaydigan-ku mana. Bu ashundaq amaliyotda agar Yevropalarda, g'arblarda, chet ellarda sizlar kasal ko'rmoqchi bo'lsanglar, odatda shu masalan birsi shaxsiy, yana birsi
mau nima deb bilinadi. Ommaviylariga borsanlarmi, masalan, shaxsiylarga borsanlar ba'zan chog'da uzun o'chirib tursizlar. Agar sizlarning kasalliklar oddiy bo'lsa, texmi uzun saqlashinglar mumkin. Ba'zan chog'da bir ay kechimi saqlab qolsizlar. O'zinglarning bolalari og'rib qolsa-mu, shunday qildi. Andan keyin sizlarningki ba'zan shu operatsiya bu ishlaringlar uzun saqlab qolgan ishlar bo'ldi. Doktorlardan ishtirak bunda analiz ololmaysizlar. Ana keyin dori prescription bu degandek narsalarni ishtirak ololmaysizlar. Agar siz teledoknikini ishlatsangiz, to'g'rilam ishtiklam yo doktorxonaga berish ketmaydi, sovuq issiqlarda yo undaq o'chirib turish ketmaydi. Shuning bilan ishtiklam to'g'ri shu mutaxassislarniki fikrlarini, analizlarini ola olasizlar. Kasalliklarni bayon qilib deb beriblar, ular sizga shu yerdan ko'rib, sizning ahvolingizni tushuntirib berdi. Keyin dori prescriptionlarni shu vaqtlarda chiqarib bera oladi. Odatdagi kasallarni shunda oddiylam ko'ra olasiz. Ham bu texnikasi texi amdila shu Amerikaning ichida taraqqiy qilyapti. Boshqa davlatlarga tex bormidi. Asosda bordigan buniki o'rni bak cho'ng kelgusida. Shunaqa men kelgusiga bakrak ishonma. Ham yana bir mening ishondig'im shu Ark Invest, yog'ochxonamniki kapital shirkati ning masalan ma oldingi 7-8 yilning ichida eng cho'ng paychiki mablag' solgan eng cho'ng paychiki Tesla'ti. Lekin hozir Tesla emas, hozir Teladoc. Shunaqa men Teladocga shunday ishonaman. Men sizlarga mishinchlik xabarlarni yetkazib qo'yay dedim. Agar sizda Teladocning paychik bo'lsa, agar kelgusiga ishonsangiz, bakmo umid sizlanib ketmang. Bizmi endi shu keyingi 1-2 xulosagacha yana kuzatib boqamiz. Shu o'ziniki a'zolarini soni jiqlatamdi. A'zolarining soni jiqlagan bo'lsa, jiqlangan nisbati persent nisbati burunga qaraganda jiqroq jiqlatamdi, ozroq jiqlatamdi degandek narsalarga qarab, yaxshi analiz qilib, anan keyin Livongo degan shirkat bilan qanday birlashyotdi, kelgusi planlari degandek narsalarga qaraymiz. Rahmat. Teledoknikini men bilganimcha so'zlay. Agar yana boshqa paychaklarni anglagangiz bo'lsa, ostiga xat yozsangiz bo'ladi. Anan keyin mening Instagram sahifamni qo'shgangiz bo'lsa, ostiga ularni qo'shib olsangiz bo'ladi. Rahmat. Başmaltaqni biz shuni qilmang. Boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Allohga omonat.